Chevrolet Damas bu soddaligi va ishonchliligi bilan mashhur bo'lgan mikrovan. U asosan kundalik ishlar, kichik biznes va yuk tashish uchun mo'ljallangan. Damas ilk bor 1990 yillarda ishlab chiqarila boshlangan va shu kungacha deyarli o'zgarmagan konsepsiyada qolmoqda, chunki uning asosiy maqsadi foydalilik. Tashqi ko'rinishi juda oddiy, ixcham, baland kuzov, katta faralar va yon tomondagi surma eshiklar yuk va yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. Salon ham minimalistik bo'lib, ortiqcha texnologiyalarsiz, faqat zarur funksiyalar bilan jihozlangan. Orqa o'rindiqlar buklanib, mashinani tezda yuk tashishga moslashtirish mumkin. Damas odatda oq butun 8 litrli benzin dvigatel bilan keladi. Kuchli emas, ammo shahar ichida harakatlanish uchun yetarli va yoqilgini juda kam sarflaydi. Mexanik uzatmalar qutisi oddiy va ishonchli. Tor ko'chalarda yurish, parkovka qilish juda oson. Suzuki Charry kabi o'xshash mikrovanlar bilan solishtirganda, Damasning asosiy ustunligi arzon narx, ehtiyot qismlarning ko'pligi va xizmat ko'rsatishning osonligi.